Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kam pechkamiz 130ligidan Namangan viloyati Pop tumani To'da qishlog'iga o'rnatib berdik. Uy egalari 130ligini zakaz qilishdi. Mana kelib o'rnatib yoqib berdik. Mo'ri albatta zigzag o'chib ketgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, alohida nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Like bosish esdan chiqmas. Mana yoqib sanab berdik, o'chdi o'timiz. Ko'rinyapti bo'lsa, tochlari o'ta go'zal. Zigzag bo'lsa qanday tozalanadi deganlarga zigzagga albatta tozalaydigan joy qo'yib ketamiz. Oldin qo'ymasdik, endi qo'yib ketyapmiz. 130ligidan uy egalari sement xum, azbestirba shiperdan chiqadigan bo'lsa bittaga ilov qo'yishadi. Qolganini mana shu ablisopkagacha bo'lgan jarayonda olib kelib o'rnatib yoqib beramiz. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. 130lik oldi orqa o'txona tepasi to'rli bo'ladi, lis reflonka listlardan. 130likda 3 ta duxovka bo'ladi. Oldida 2 ta, orqada bitta. 3 ta tozalaydigan poti bo'ladi. Mana tozalaydigan joylari turba ham yechiladi, tozalanadi. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Old tarafi xolasangiz mana bu yerda gaz bor ekan. Gazni bu tomondan kelgan ekan, chap tomondan. Aytdan tiqib qo'yilaveradi. Bitta teshigi bor. Shu yerdan tiqib qo'yilaveradi. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxlar o'zgarib turganligi sababli aytilmaydi bizda narxlar. Telefon nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat. Old tarafi mana bu orqa tarafi. Mana 130lik ablisopka g'ishtli foydali tarafi. Uni shuvoq qilmaysiz. Kafel termaysiz. Ertaga yorilib ketdi, isib ketdi bo'lmaydi. Keyin обязательно biz qanot qo'yamiz. Qanot foydasi yonboshdagi issiqlar chiqadi. Faqat pechga isitish uchun xizmat qiladi, xohlasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.